Agar sizga shunday mustahkam, baquvvat texnika kerak bo'lsa, albatta bizga aloqaga chiqing. Bu modelimizga keladigan bo'lsak, SDM 856 modelimiz, ya'ni 3.6 kubli kovushga ega, og'irlik ko'tarishi 6 tonna. Ko'rishingiz mumkin. Kovushi juda ham katta bo'ladi. Qo'li har doimgidek uzun, Volkinga xos. Kabinasiga keladigan bo'lsak, kabinasi Robs har doimgidek. Boshqaruv joystikda. Motori Vichay motor bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Orqasi ham ochiladi. Moyli filtr bilan jihozlangan. Ya'ni bunda bu sistema qanaqa ishlaydi? Chang havo kelib, moyli havo filtridan o'tib, keyin o'zini havo filtridan o'tib, undan keyingina motorga toza havo yetkazib beradi. Bu sizga nima beradi? Birinchi o'rinda motoringizni jonini uzaytirib beradi, ya'ni uzoq muddatga sizga xizmat qilishini ta'minlab beradi va eng asosiy joylardan bittasi yoqilg'ingizni sarfini ancha kamaytirib beradi sizga.